sari bosimni aynan vakillarimiz tomonidan bo'layotganini ko'ryapmiz. Uning dastlabki 10 daqiqaligida, lekin teng o'yin guvohiga aylanayotgandik. Qatar hattoki sal faolroq ham edi. O'ng qanotdan yaxshi mana to'p o'tdi va zarba! Qanday shedevr ko'ryapmiz! Wow! Super gol! Hojimat o'ng qanotda endi birgalikda. Hojilar qanot. Eldorga qanday ajoyib pas Eldor! Gol! Yakunlayapti. O'zi eng yoshi katta futbolchi mana shu siklda O'tkir Yusupov 34 yosh. 7 daqiqa qo'shib berildi. Kiryapti. Igoryoq Alijonov Shomurodov ketdi. Uzatma darvozabon to'pni o'tkazib yubordi. Ana endi jamoa ichidagilarning hammasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalar o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat va matonat fazilatlarini, yuksak professionalizm va azmu shijoat namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani, vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon-shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Дорогие друзья, президент нашей страны подписал указ после победы над Объединенными Арабскими Эмиратами. И вот сейчас уже награды начинают находить своих героев. Demak, Гордость futbolchi O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alijonov Hojiakbar Ulug'bek o'g'li. Все наши игроки. Я уже не буду представлять Абдулла Абдуллаева, Ходжиакбар Алиджонова. Страна и так знает наших героев. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Ashurmatov Rustamjon Elyorovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Elyorovich. Har bir vakil monitorda namoyish etilyapti, katta monitorda. Bugun Rustam maydonga tushgan. Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Anvar o'g'li. Ancha ochildi shuningdek ham. Qaysidir ma'noda Kapadzening topilmalaridan biri u Olimpiya terma jamoasi. Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Muzaffar o'g'li. Iskandarov Jamshid Mahmudovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Maqom tuzatishni amalga oshirdi bugungi uchrashuvda Jamshid. Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Bizlarimiz boshqacha bir qarsaklar chalishyapti unga. Terma jamoa yetakchilaridan biri shubhasiz. Bugun ham
Moscovoy Akmal Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Moscovoy milliy terma Akmal jamoasi Vladimirovich. yarim himoyachisi. Nasrullayev Sherzod Innatullo o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Terma jamoasi himoyachilaridan biri. Bugun ishonchli o'ynadi juda ham. Raqibga imkoniyat bermadi. G'alabaga o'zining munosib hissasini qo'shdi. Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li. Yana bir Futbol ajoyib bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Furqat o'g'li. Sayfiyev Farruh Karimovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Sayfiyev milliy terma Farruh jamoasi Karimovich. himoyachisi. Bugun u zaxirada qoldi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni topshirilyapti. Va navbat ajoyib hujumchimizga ham yetib kelmoqda. Sergeyev Igor Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Xuddi Masharipda bo'lgani kabi muxlislar uni ham bir o'zgacha iliqlik bilan olqishlab qo'yishyapti. Ha, Igor o'zi uchun qaytara oldi o'sha damlardan. Yuqori darajadagi hujumchi Turxonboyev ekanligini yana bir bor Azizbek Murodulla o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Turg'unboyev Azizbek Murodulla o'g'li. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi. Yurtboshimiz tomonidan ham tegishli ko'rsatmalar. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Islom Urunov Oston terma jamoa Rustamov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Urunov Oston Rustamovli. Afsuski u o'tgan uchrashuvda jarohat olib ertaroq Fayzullayev Abbosbek Saidjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Abbosbek Fayzullayev Saidjon o'g'li. Aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi. Abbos Fayzullayev. Hamrobekov Odiljon Sohibjon o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Necha yillardan beri terma jamoamizning ishonchli himoyachilaridan biri. Futbolchilarimizning eng baxtli damlaridan biri. Keyinchalik vaqt o'tib ularga savol beriladi. Hasanov Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Saidjon o'g'li. Abduqodir Husanov. Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov.
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan cheklanib qolardik, lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi dovonlar bosib o'tilyapti. Rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Shukurov, Otabek, Xayratov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Shuni o'tkazib yubordi, lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri. Shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri. Eng ko'p kuyuladiganlardan biri. Otabek Shukurov. Ergashev, Botirali, Haydarali o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Ergashev, Botirali, Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri. Boya aytib o'tdim-ku, barcha hech kim chetda qolayotgani yo'q. Kimdir aytishi mumkin zaxira vakillari, ammo ular bo'lmasa raqobat qayerda? Erkinov, Hojimat, Asosiy tarkib vakillari qanday o'sishadi? Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Erkinov, Hojimat, Botirovlar. Hali Hojimatning kelajagi oldinda. Undan ham chiroyli o'yinlar kutib qolamiz. Eshmurodov, Umarbek Yusuf o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Va navbat O'tkirbekka ham yetib kelyapti. Hozir ko'ramiz stadionning. Mana shu himoyachilarimiz safi ham ko'payib borayotganligi kishini quvontiradi. Chunki asos tarkibga kirish uchun hozir raqobat ancha yuqori darajada. Husniddin Aliqulov, Yusupov, O'tkir Davlatbekovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Boya Sergeyevga nisbatan aytilgan gaplar O'tkir Yusupov ham qoyilligim. Bu futbolchi ham sinib qolgani yo'q. Qoyil. Bejiz o'rtaga savol tashlaganim yo'q. Qancha ochkoni birgina o'tganning o'zi bizga keltiradi. Mana yurtboshimiz ham eng kerakli gaplarni, niyatlarni qilamoqdalar. O'tkirbekka ko'z yosh to'kdi o'sha uchrashuvda. O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Kapadze Timur Tohirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi. Bosh murabbiyi. Terma jamoa bosh murabbiyi ham O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni bilan taqdirlanmoqda. Endi esa do'stlik ordeni bilan Srechko Katanets hozir taqdirlanadi. Timur Kapadze, ofarin. Otangga rahmat. Millionlab yurtdoshlarimizga mana shunday g'alabali do'stlik ordeni hamda BYD chempion avtomobili bilan Srechko Katanets. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiysi va mamlakatimiz rahbari tomonidan chiqarilgan farmonda главный тренер команды Тимур Кападзе. do'stlik ordeni bilan taqdirlanmoqda. Почетное звание, то Сречка Катанец, наш бывший тренер, который покинул корпус за состояние здоровья, получает орден дружбы. Очень приятно и очень круто, что его, конечно, пригласили.
do'stlik Va hozir ordeni bilan yana bir To'xta inson Mirzayev, taqdirlanadi. Mirzahakim, To'xta Mirzayev, Yo'lbars Mirzahakim, Yo'lbars Mirzayev. O'zbekiston futboli Mana bu gazetasi hamkasbimiz. bosh muharriri, O'zbekiston futbol gazetasi mahoratli bosh sharhlovchi. muharriri do'stlik ordeni Да, bilan все точно насчет Мирзахаким aka. Орденом mukofotlanadi. дружбы награждает его президент страны. Kollega Boshimiz va Mirzahakim aka o'rtasida mana chiroyli suhbat kechyapti. Omad sizu bizni aslo tark etmasin. Va albatta fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan Fidokorona xizmatlari uchun ordeni hamda BYD chempion avtomobili bilan Irmatov Ravshan Sayfiddinovich, O'zbekiston Irmatov futbol assotsiatsiyasi Ravshan prezidentining Sayfiddinovich. birinchi o'rinbosari. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentining birinchi o'rinbosari. Mukofotlar, ashulalar o'z egalariga topshiriladi. Yigitlar haqiqatan ham bizga mana shu yo'llamani taqdim etib, O'zbekiston Respublikasi tinimsiz mehnatlari prezidenti evaziga Shavkat orzularimizni Mirziyoyev amalga oshishiga sababchi bo'lishdi. Biz orzu qildik. 34 yildan beri ana shu damlarni qanchalik orzu qilganimizni bilasiz. Bu yigitlarga, ularning ota-onalariga, ularning ustozlariga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Butun stadion olqishlamoqda. Butun stadion Mushaklar otilishi boshlandi. Biz to'yni boshladik, biz bayramni boshladik. 5 kun avval va bu bayram hali hamon davom etmoqda. Mana bizning chempionlarimiz, mana bizga jahon chempionati yo'llamasini taqdim etganlar va bular jamoaning maydonga tushib harakat qilganlari hozir. Lekin buning ortida qanchadan qancha mehnat, mashaqqat, zahmat bor. Faqatgina maydonga chiqqanlarda emas, qadrli do'stlar. Juda ko'pchilikda va buning uchun mana shu o'zbek futbol ommasiga jahon chempionati deb nomlangan orzu yetkazganlar uchun barchaga rahmat aytib qolaymiz. Mamlakatimiz rahbaridan boshlab eng pastki qatlamda ishlayotgan kichik xodimlargacha bo'lgan barchaga, xususan muxlislarga ham qayerdadir tanqid qildik. Muxlislar bilan birgalikda qayerdadir qo'llab-quvvatladik. Дорогие друзья, в принципе, все видите сами, это не нуждается в переводе. Единственное, только что Равшан Эрматов, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана. birinchi navbatda У него boshimizga katta другая rahmat награда по названию. haqiqatan ham keyingi yillarda respublikamizda, Получает ее yurtimizda futbolga, prezidenti barcha sport turlariga O'zbekiston. berilayotgan e'tibor mana shunday Samad g'alabali Yurtimiz. onlarni bizga keltiryapti. Да, и Unutilmas lahzalar futbolchilar uchun ham. To'g'ri aytdingiz, hali чемпион, по-моему, они называются. bu yerda barcha texnik xodimlar, Символично, да? O'zbekiston milliy terma jamoasining barcha a'zolari eng baxtli kunlari. Mana bugun ular umrbod eslab qolishadi. Ishoning, bu boshlanish. Bu boshlanishi. Hali biz bu yo'lda uzoq davom etamiz. Hali bu bardavom bo'ladi. Biz jahon chempionatiga chiqdik. Bu yog'iga endi jahon chempionatida yuqori maqsadlarni ko'zlashni boshlaymiz. Nasib etsa, o'sha kunlarga ham yetamiz. Faqat bir tanu, bir jon bo'lib, birgalikda harakat qilsak bo'lgani. Biz ko'rdik amalda, bitta maqsad sari intiladigan bo'lsak, birlashadigan bo'lsak, o'sha maqsadga yeta olishimizni. Qanchalik orzu qilganimizni bilasiz. Bu yigitlarga, ularning ota-onalariga, ularning ustozlariga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Butun stadion olqishlamoqda. Butun stadion Mushaklar otilishi boshlandi. Biz to'yni boshladik, biz bayramni boshladik.
5 kun avval va bu bayram hali hamon davom etmoqda. Mana bizning chempionlarimiz, mana bizga jahon chempionati yo'llanmasini taqdim etganlar va bular jamoaning maydonga tushib harakat qilganlari hozir. Lekin buning ortida qanchadan qancha mehnat, mashaqqat, zahmat bor. Faqatgina maydonga chiqqanlarda emas, qadrli do'stlar. Juda ko'pchilikda va buning uchun mana shu o'zbek futbol ommasiga jahon chempionati deb nomlangan orzu yetkazganlar uchun barchaga rahmat aytib qolamiz. Mamlakatimiz rahbaridan boshlab eng pastki qatlamda ishlayotgan kichik xodimlargacha bo'lgan barchaga, xususan muxlislarga ham qayerdadir tanqid qildik. Muxlislar bilan birgalikda qayerdadir qo'llab-quvvatladik. Oxiri maqsadga yetishdik. Chempionlar biz uchun va ularga chempion avtomobillar. Albatta